umr o'tar ekan, yoshing katta bo'lgandan keyin hamma narsa ko'z oldingga kelar ekanda. Bugun 40 bahorni qarshi olgan bo'lsam, onam bilan adam turmush qurganlarga 41 yil bo'ldi. Shunga men hamma narsani esimdan chiqarib, tadbirlarni ham esimdan chiqarib, bugun onajonim bilan adajonimni tabriklashga bormoqchiman. Bolaligida katta bo'lgan uyim, Obluq qishlog'imga bormoqchiman. O'zi hali ham Obluqda turaman, lekin bir ostanovka tepaga ko'chganman-da. Kuzatib borishda davom etinglar. Chiroyli video bo'ladi degan umiddaman. Onajonimga sovg'a olamiz dedim. Dunyo gullari. Shu do'konga kelyapman, dunyoning gullariga. Onalarimiz o'zi dunyo, lekin boshqacha dunyo. Gul olamiz hozir dunyo gullaridan. Suya hasret çöllerde beyaz güller bitermedi. Dikenleri Mana shu gul o'rayotgan qizimiz bilan ham maktabda birga o'qiganmiz. O'rtog'imning singillari bo'ladi. Esimni taniganimdan beri mana shu gul bilan shug'ullanadi shu qizlar hammasi. Umrlar uzoq bo'lsin. Oilaviy baxt sizlarni tark etmasin. Oilaviy xotirjam bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat Lobarxon, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga. Xo'p. Voy, kayfiyatim shunaqangi yaxshi. Juda ham xursandman. Men onajonimga sovg'alar oldim. Hozir uyga boraman, uyga. Ishqilib yaxshi kayfiyatda borayin-da. Shu ko'chalarda bolaligim o'tdi. Qo'shnilarim hammasi shu joyda. Bu meni bolaligida o'sgan uyimga kelyapman. Onajonimni, adajonim tabriklashga umrlar uzoq bo'lsin. Mana shu uy. Shu uyda o'nib o'sib katta bo'ldim. Hammaning ota-onasi har qanday mehnat qiladi, lekin meni adajonim traktor bilan bizni boqdilar, katta qildilar. Adajonim aslida kasblari traktorchi, yana bitta kasblari san'atkor. Mana shu traktorda 3 ta farzandni o'nib o'stirib, to'ylar qildilar. Onajonim bilan qo'sha qarisizlar, baxtli bo'lsinlar. O onajon. Onajon. Assalomu alaykum. Mana mehribon onam. Hayotda oz yashab ko'p azob ko'rdim, gohida yiqildim, gohida turdim. Sevgidan ham do'stdan ham bir barakay kuydim. Dedingiz jon bolam, saqlama dilda g'am. Mehrni narxi yo'q, do'stlarning soni. Minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota Bitta shirinlik olib keldim sizga. Yaxshi ko'rasiz ona? o'zlab qolma yo'qotgach, hidlab ro'mol. Adam bilan qo'sha qarib baxtli bo'ling. Mana shu uyda bizni unib o'stirdilar onam, katta qildilar adam bilan. Mana adajonim meni. Mana onam. Bular turmush qurganiga 41 yil bo'ldi, lekin men bugun 40 yoshga to'ldim. Bugungi kun, shon-shuhratli kunlar hamisha birgalikda bo'lsin. O'tgan yili adajonim bilan onamni 63 yoshlarni nishonladik. Allohim shu kunga yetkazsa, mana xuddi shu yoshlarda chiroyli qilib yubiley qilib o'tkazaman. Otam, onam yonimda bo'ladilar. Mana shu meni adajonim bo'ladilar mana. Biz o'sha traktorda katta qildilar, uni o'stirdilar. Onajonim mehnat qilib, o'sha bitta kalaskachani yetalab, yoqqa borib pirashkilar sotardilar, hammani xursand qilardilar. Onam mehnatlarga rozi bo'ldi. Adajon siz ham mehnatingizga rozi. Nomarddan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim, kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar. Har safar uyga kelsam, apam doim kuzatib qoldilar. Onajoningiz uzoq bo'lsin, rahmat sizga. Rahmat ona. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Rahmat. Xursandmisiz bu? Kimsalar andishasiz yurganda, ortimdan g'iybat qilib, boshim toshga tekkanda, chekkanimda nadomat, Tangridan erta-yu kech so'ragan menga omad.